Assalomu alaykum rahmatulloh. Bizga jugungan otbaslarda jag'dayni tekshiruga keldik. Bu otbasimiz, qarindoshimiz 3 bola chaqasi bor ekan. Birovi yerikcha ekan. Yerikcha qizni tarbiyalab o'tirgan ekan. Sol sababdan jumishga da jaramaydi. Jumishga chiqa olmaydi. Kene balaga qaraydi, boshqasi bor. Al bunau uy sizlar ko'rib turgan uy, mashallah, buyursin. Qarindashimizga bu uyda hukumat jag'idan bergan ekan 3 kun bo'ldi. Uyi yaxshi ekan, ademi ekan, remont yaxshi ekan degan unday o'y bo'lmasin. 3 kun bo'libdi, hali bukvalno 3 kun va 4 kun bo'lma. Hali mebeli de yo'q, ko'rimlikka tuzxandar bergan nesi bor ekan, kровати bor ekan. Bo'lsa пока klemda yo'q, boshqasida yo'q. Naborot ko'rimlikka beren deyishlar bo'lsa, klem yo'q ekan, boshqasi yo'q ekan, qo'shib beren deydi bo'lsa. Bismillah. Kuyovimiz qaytis bo'lgan ya? Qancha yil qaytis bo'ldi? 2016'da kaçırıldı. 2016'da mı? Получается